Xaridor topdim, xaridor. Ha, yaxshi bo'libdi. To'xta. Yig'layapsanmi? Qo'ysang-chi yig'sig'ini. Axir 500 million so'm haqida gap boryapti. Qolaversa, hali yosh bo'lsang, yana tug'ib olaverasan. Qani, berchi bolani menga. Qashqadaryoda xuddi shunday holatda tanishi bilan til biriktirgan ona o'z chaqalog'ini 500 million so'mga sotib yubormoqchi bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, voqea Nishon tumanida joylashgan choyxonada yuz bergan. Ayol tanishi bilan til biriktirib tug'ilganiga 12 kun bo'lgan o'g'il jinsiy chaqalog'ini oldindan kelishilgan xaridorga 500 million so'mga sotayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olingan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudida ko'rib chiqildi va ayol hamda uning sherigiga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Uning sherigiga Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilib 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qani, kesinchi jonim o'zimga. Bu dunyoda farzanddek aziz ne'mat hammaga ham nasib etavermaydi. Ammo yuqoridagi kabi o'z nafsiga qul bo'lib, chaqaloq sotayotgan onalar ming afsuslari bo'lsinki, bugun oramizda uchrab turibdi. Bundaylar qamoq jazosiga mahkumdirlar.